Voy qizim. Voy Ada. Ada kim? Toshkentda dadani Ada deyishyapti-da. O'zi bir hafta bo'ldi Toshkentga kelganing, darrov Toshkentcha yodlab oldingmi? Endi hayot shunaqa ekan-da, Ada, kirib boqing. O'lsin-da. Qizim, o'qitganing yaxshimi? Bo'pti, sekin-sekin qimillama o'zdan-yu. Qizim, qiynalmayapsanmi ishqilib? Nimaga? Toshkentcha gapirishga? O'zimga yoqyapti. Yoqmay o'lsin. Ada, amaqim yaxshimilar? Amaqing kim endi? Amaqi kim u? Ukizlar-da. Sattor amakingmi? No, dada. Ha, u amakini ertaga tug'ilgan kuni Toshkentdan biron bir sovg'a borishim kerak, bosh qotgan. Voy, Ada, Toshkent kendigida turibmiz-yu. Yuring, sizga zo'rni solib beraman. Bu shouman degan nima degani? Ada, bu Woman Женский magazin degani-da. Bozorda jenskisi ham bormi? Oyim gila-gila ham olib olaylik-ku. Oyinga olamiz, bu gila kim? Shu oyim gila-gila-da. Oning telefon bilan. Ha, onasi. Sen nima deyapsan? Men o'ynab yurmayapmanmi? Nima deyapsan? Xatingga qarab o'ylayapsan. Men qizing gila. Voy, Jamila, yo'qtirding-da qizim. Yo'qdi menga ham. Nima deyotganimni o'zim bilmayapman-ku. Ana, kelyapti. Signal chal. Rossiyadan kelib yerim. Yaxshilab chal, hamma qo'shnilar eshitsin. Qizlik. Ota uyim, va nihoyat yetib keldim. Assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Qandaysiz? Keldim xotin. Kim edi bu? Enam-ku qaynonangiz. Ha, tirikmi hali? Nima gaplar bo'lyaptimi? Kim bu turq sovuq? Dadasi, bu o'g'lingiz Alishku. So'rash dadang bilan. Bilay. Yaxshimisiz? Pul olib keldingizmi, dada? Qanaqa tarbiya bergansan bunga, ha? Endi men maksimalniy vaspitaniya berdim. Bu yog'ini o'zingiz berasiz. Nimani urib tashlab kelgan? Otangni ozroq. Hozir ishtoniga bo'lmasa qo'yadi mana shuning. Mana shu bolka chingalchikuyni katta qilaman deb Rossiyada sovuqda ishlab yurdim men. Mana shu. Yaxshimisiz kela? Kim bu? Mol salom berishni ham bilmaydi. Qizingiz Lubaku? Ho'kizdek bo'lib ketibdimi? Ne ishlaydi o'zi bular? Ya tavba qildim, bolasini sonini bilmaydi bilay. Sen kimsan? Tochkani xo'jayinimi? Sen kimsan? Sen kimsan? Kampir, uyga sog'indim. Kim bu? Uyimizda begona xurras paydo bo'lib qoptimi? Kim bu? Kim bu bola? Sochi qora. Kim bu pituq? Kimsan? Dadasi, bu o'g'lingiz g'ani. Buni ham tuqqanding, ha? Bu dadang bu. O'sha kuni uxlaylik dedim senga, ha? Qani dadasi, Rossiyadan bolalaringizga nima olib keldingiz? Ya ochma. Jim tiring endi, qani vaqa. Ya, lala ko'takliklarimi? Buni kimga olib keldingiz endi? Ha, shu bolalaringga olib keldim-da. Ha, ho'kizdek katta bo'lib ketishni qaydan bilay, kichkinachaydi-ku. Bu lalakuni yangi qadaringga chalpasang dandinini oyog'ingga kiyib yur, zahotib ketadi. Manaqacha kim? O'lib qolsang-a manaqacha kim? Kim bu indiyski bashara? Ota, men bu bilan Hindistonda ahd paymon qilganman. Bo'lajak keliningiz. O'ldi sharmanda. Ismi nima buni? Kamila Kayf. Kayfda tug'ilganmi bu? Menga qaragandini. Oyoq yalang yurding indamadim. Ishtonsiz yurding, vijdonsiz indamadim. Ismingni o'zgartirding indamadim. Endi bunisi ortiqcha. Tur yo'qolsin uyimdan ko'zimga ko'rinmasin. Otang meni tark etdi, indamadim. Onang meni tark etdi, indamadim. Bir chin dil sendur qadrini qayerdan ham bilaysiz? Shevana o'yiniki-ku. तुमसे प्यार है ये तुमसे प्यार है Ha? Kampir. Magnetik buraya ta'sir qilyapti bularga. Serios. Tarixiy, zindagi,
rohat axi. Ya rohat, kayfovat, maishat kim edi buni ismi? Kamila kayf ota. Kamila aka, nima qilyapsan qizim? Kirlaringizni yuvyapti. Ya o'lsa kir yuvmay. Kampir bir narsa deb bunga? Hay Kamila kayf qizim, kirlaringni timsinda yuvgin. Buni gellari bor, kapsulalari bor. Kiyimlaringdan atir guldi hidi keladi. Kiyimlarni toza yuvishini ham aytgin. Yumshoq qilib yuvadi. Allergiya ham chaqirmaydi. Narxi ham qimmat emas. Shunda yuvgin, zo'r yuvasan. Kamila kayf naxi. Paxi. Paxi. Paxa deydimi? Ana sizga ko'pi. O, kofemi? Asta. Ay, muncha shirin. Bu uyimizda kofe yo'qdi, qayerdan damlading? Ana Kamila kayfni ko'zasining ichida ko'pidan damladim. Zo'r aka, original aka. Qotillar. Tinchlikmi kelin? Bu ko'chada o'tani xoki bor edi. Qani? O'ldi. Mahmud og'a raqatdan keldi. Seninki suvchilar kelgandi. Qanaqa suvchilar? Bermam yo'q. Bugundan boshlab qizingiz uyda o'tiradi. Oyi, kimga yetishimiz kerak edi? Kuyovga qo'shib bizlarni ham so'yib berardi. Akangni qamallab ketishini xohlaysanmi? Yo'q. Unda qisib yosh bola go'dayga sovchi kelib nima bor? Aka, 2 minutlarni bittadan bolasi bor. Nihoyat devsirabdi-ku bu qizingiz. Nimaga telefonni yoqib bo'lib turib ko'tarmaysan? Aka, men muzika eshitayotgandim, shuning uchun telefon doim yoqilgan turish kerak. Ajana tubda ishlatsang bo'lmaydimi? U yoqda ekran o'chirilgan holatda ham musiqani tinglash mumkin. U yoqda juda ham ko'p playlistlar bor. Umuman reklama yo'q. Eng qizig'i mutlaqo bepul. Google Play yoki App Store orqali yuklab olsang bo'ladi. Tez pastga tush. Bo'pti, men ketdim. Bor, kiyimingni almashtir. Doim o'qishga shu kimda ketaman-ku. Aytgandiqi. Ilohi omin. Senga ham akendagi yigitlardan uchrasin. Astag'firulloh deng, nafasingizni to'polli uchursin. O'g'lim, seningni qiynavording. Ona, bilmaysizda, u mani g'ururim, u mani orim. Qanchadan qancha yomon bolalar qizlarni qaqshatib yuribdi. O'zingchi qancha qizlarni qaqshatgansan? Ona, baxudi ularning akasi yo'q edi lekin. Qarab oling. Ha, siz qarab oling. Labbe. Ha, mashinani nima qilish kerak edi? Hop. Faqat qarang, ertaga olib ketaman. Muammosi-yu. Ishlarni yaxshilab yuvasiz, orqadagi narsa. Eshitasizmi? Bo'ldi. Mana kel. Hop. Rahmat. Yaxshi e'tibor. Voy, chiroyli qiz ekan. Mashinangiz tayyor, mana. Rahmat. Kelib turing yana. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Mashinamni tegizib bering, kutib turaman. Bo'ldi, hop. Ketdim. Kechiring, ikkala so'ramoqchi edim. Dars qoldim. Ha, uzr. Nima aldabosan? Dars qolmadi. Telefon o'ynab o'tiribsan-ku. Rostdan dars qilganman, mana. Ibrat akademiya ilovasidan ingliz tilini o'rganmoqman. Ishim uchun rosa kerak bo'ldi. Ham qiziqarli, ham mening intellekti o'rgansa bo'lar ekan. Undan tashqari narxi вообще zo'r. 3 oyga atiga 159 ming so'm. Ingliz tilidan tashqari nemis, rus, turk tillarini ham o'rgansa ham bo'ladi. Ha, zo'r ekan. O'rtoq, kimdir gul tashab ketdi. Boyagi mulkachi bola bo'lsa kerak. Kecha shkolat ham qo'yib ketdi. Orqaga qo'yavera qol. Boya gapim chala qoldi. Sizga bitta iltimosim bor edi. Xo'p, eshitaman. Agar xo'p siz, sizni kechqurun ujinga taklif qilmoqchi edim. Hamma o'zini o'rnini bilgani yaxshi. Teng-tengi bilan, tezlik qopi bilan. Chetga olmashinlarni gapim bor. Tinchlikmi? Nima qildim bolaga? Nima qilishim kerak edi? Sen uchun shuncha harakat qilib, bu nima qildi bola bo'lsa, shu gol shokoladlar qayerdandir pul topib bo'lsa ham olgan. Hech bo'lmasa uchrashuvga chiqib ko'rishing kerak edi. Noto'g'ri ish qilding. To'g'ri aytasan. Ertaga borib gaplashaman. Hozir ustiga yozdirib qo'ydim. Yur kirib chiqinglar. Xo'p, chek qachon yondi? 2 kun bo'ldi.
kimdir katalizator yechib toporgan. Voy, Siloy.